Sheriyeva Dilfuza Atabayevna 1979-yil ekanlar. Akamizni Rossiyada umrbodlik zapreti bor ekan, bessrochniy. O'zlari родной ukalari bilan keldi. Xudo xolasa, yana uchrashib gaplashib turibmiz. Nima sababdan ishtirok qilganlar? Shu endi bizning shu 2 gumonimiz bor. 2019-yil shu bizlar ishtirok bo'lgan. Shtrap to'lamaganlik sababi bo'yicha turibmiz. 2019da. 19da. 2025da bo'lmadi. Yo'q, bu bo'lmadi. O'zi 24 dekabrda kelganmiz. 2024-yil dekabr oyida kelganmiz. Dekabr boshida. Turban chiqishi mumkin. Har xil vaziyat. Kimlargadir shtrap to'lamasa 6 oydan keyin qo'yiladi. Kimlargadir 4 yil o'tib ham qo'yiladi. Buni MVD tekshirib keyin qo'yadi aka. Chet el fuqarosi Rossiyada bordimi? Farqi yo'q. Qaysi organ shtrap qo'ysa 60 kun ichida to'lab qo'yishga majbur. 61-kun to'lasangizlar ham PP10 час per statiya 27 federalniy zakon 114 bilan bessrochniy zapret qo'yiladi. Ya'ni muddatsiz umrbodlik zapret desa ham bo'ladi. Hozirgi kunda buni sud orqali bekor qilish imkoniyati bor. Albatta Rossiyada bo'ladi, bu yerda emas, O'zbekistonda emas. Xudo xolasa, men o'zim va 4 advokatlarim notarius orqali davingiz berasizlar. Xudo xolasa. Ishingiz 2-3 oy ichida hal bo'ladi, xudo xolasa. Endi hozir bani akalari ayol kishi bo'lgani uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqarsak bo'lmaydi albatta, oilasi bo'ladi. Xudo xolasa endi borsangiz, lekin bizga video tashlab berasiz. Inshaalloh. Yuzingizga bir narsa qo'yib chiqaramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, inshaalloh. Bo'ldi, kelishdik, xudo xolasa. 2-2 oy ichida hal bo'ladi. Neda qo'ygan edi o'zi? Sankt-Peterburgda. Sankt-Peterburg shu. Sankt-Peterburg. 75-80 kunlar tortadi. Shu 3 oylar yaqinlashadi-da. Bazada sababi sud orqali bekor bo'lgandan keyin yana bazada o'tib ketish uchun polniy sud qarori MVD fez va bazalarni yetib borish uchun 15-20 kun vaqt ketadi. 2 hafta ekanda, u после этого. Bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi. Xudo xolasa. Bo'ldi. Bo'ldi, kelishdik. Yaxshi. Rahmat katta.